Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah. Celal-ı Suyuti rahmetullahi aleyhinin Halifeler Tarihi namlı kitabında biz Abbasilarniki Mısır'daki halifelerden Ahmed ibn Mustakfi'niki hayatı bilen tanışıp çıkartkan. Yani biz bu Ahmed ibn Mustakfi halif boğa vaxtıda Mısır'da ait haşametlik ait çoğun bir dağ doğu bilen ordu saraylarda, kasırlarda devletniki muhim erbapları, qazileri, emir, umara, vezir, vuzuralar hemiz yığılgan bir nahmeyden sorunda yezilgan şu ve peytlerde İbn Fezlullah'ın şu devirdeki hem de şu Mısır'ın dağınık edibi oldu. Şu adam tarafından yezilgan bir beyat namının tercümesini okuyatkan. Biz bugün yani şunu ki devamını ahırlaştırımız, okuyumuz. İbn Fezlullah Hamdani İbn Fezlullah şundak deydi. Halife Ahmed ibn Mustakfi Beni Abbas cemaatinin bu kiyimidin deydi. Ecdatlarının rahberlik ruhini davamlaştırdıgan bir belge kıygan deydi. Çünkü bu adamı kar kiyim mesela kar selle diyendek açtan derslerini kiydi de. Çünkü bu Abbasiler cemaati aynı vaxtlar bulanın kar kiyim, bulanın bir xil devlet simvoli süptüde kullanılır kiyilgen. Ondan başka bu qarılıqni bu közünün qarlıqı deyimiz, qalbinin qarlıqı deyimiz aşqanda amış kirpiknin kölengisi arqılıq hareket qılatdı, icra qılatdı deydi. Bundaq demekçi boğun bu adamniki bu halifini süpetligen jarayan bu. Ecdatlarının annenevi miras boğan bu qarı kiyimni bu udumni saqlab kelganligiga bir temsil bo'lish kerak. Halife padişahının kölengisi ziminning, padişahlık memleketning her qaysi shaharlari, hatta Bag'dad shaharlariga qaplaydi deydi. Sayıs kaplaydı degan buldu. Yani bu adamның merhameti şüyeligi yetidi demekçi. Bu halife keçilerde secde kılıdığan namazxandır, kündüzde askerdir, mert merdaniliki, sehi mertliki bir Cafer gibi sehi merttir dedi. Allah'a davamlıq iltica qıp turduğan, yığılap nal qıp turduğan, tevfik muvaffaqiyet izleydiğan adamdır. Bu adamның yolunu tosavatkan her kandak düşmendin qutuluş üçün bir xuşallık izleş üçün Xudaga nal qılıdı deydi. Biz bugün bu beyatni başladık. Mana bu İslamdaki naayeti muhim boğan, en zörül boğan ahvallarniki biridir. Halifege bir zinnet güç koşuduğan en güzel amellerinin biridir. Bu beyattan burun takvalık muhim bu cihette. Yaki hilafetten burun ya halif bu adamda yani takvadarlık buluş muhim demekti. Muş beyat kartta hükümler turguzulur bir yerde. Yaki özün şu halifelikini halif boğan deyken özünki hüküm kanunlarını ya icra kılıdı diye mezmundu mu desek mi buludu. Bu adam doğru boğan şeriatki əgişidir, şeriatның toxtuduğu yerde toxtaydı. Kişilerini şu çeklimlerde toxtup duralaydı. Endi bu adam derhal boysunmaydigan adamlarni uçuratqa vaqtida bunu şu mecburi yosunda bunu boysundurdu. Padişah halifimiz biz birdek kelgan ya ittifoq kelgan ya ko'ngil ozod bo'lgan ishlarda tez oldiraydi. Bu orqali umidsiz shaytonning hiyla mikrlarini davomli betchit qiladi yoki haydaydi. Xalqning fuqaroning qalbini utudi deydi. Bu fuqarolardan bu odam behojat, lekin xalqni shundoq siyosat qilish orqali boshqaradi deb tasvirlangan. Padişah halifimizga Allah ve Allah'ın bütün mahlukatlari bununla guvahdır. Bu zat
İslamiyetke zörül bolgan yoki davlat manfaatiga munosabatli bo'lgan har qanday ish egalarini yoki valiylarni, amaldor, hokimlarni o'z holi bo'yicha o'z o'rniga qo'yib ma'qullab keldi. Bu adamning marhamat soyasida, hatto tushlik uyqulardimi bu adamning kallasida bu avvallar davomlashib turdi. Ya'ni kallasidan kechmidi, yo'qmidi demoqchi. Mayli bu valilar yoki bu xizmatga tushgan odamlar har qaysi tabaqalardan bo'lishiga qaramay va yoki mamlakatning chegara rayonlariga o'rinlashtirgan odamlarning xilma-xil qatlamdagi odamlar borda, hammasiga shu o'zinki uyqulardimi hatto xiyoldan shu yo'qotmagan ahvol ostida shularni ishga o'rinlashtirdi demoqchi. Mayli quruqlikda, mayli dengizda, mayli tog' turallarda, mayli bo'zqirlarda, mayli sharq, mayli g'arb, mayli yaqin, mayli yiroq, mayli cho'ng, mayli kichik, mayli oz, mayli ko'p va mayli kichik bir beglik bo'lsin, mayli cho'ng mamlakat bo'lsin, mayli amir bo'lsin, mayli askar bo'lsin, yo'g'on qilichi va mayli o'ziniki hashamatlik nayzlari bor, mushta adamlar bo'lsin. Demak, hammasiga o'z loyiqida o'rin berdi demoqchi. Buni bilan birga, ya'ni masalan, vazirlar bor, qozilar bor, yozuvchilar bor, masalan, divon yozdiganlarda. Undan boshqa shu matematika ishlariga nihoyat inchga usta matematiklar bor. Bularni o'z loyiqida xizmatlarga o'rinlashtirdi. Xaraj, pochta ishlarida davlat moliyasi haqida so'z qiladiganlar bor. Bu odamga hojat tushadigan, hojat tushmaydigan odamlar bor, masalan, bularning ichida. Shularni o'z loyiqida xizmatga o'rinlashtirdi demoqchi. Masalan, o'qituvchi deymiz, maktab, robot, xonaqo, andan takiyali bor. Mushadiki adamlarga o'z loyiqida xizmatga o'rinlashtirdi. Undan boshqa bu odamga nihoyatda bak yaqin aloqasi bor. Yoki hatto aloqasi nodir tuvan bo'lgan odamlar bor. Bularni o'z loyiqida xizmatida joyida o'rinlashtirdi deydi. Undan boshqa davlatdagi darajasi yuqori bo'lgan, mayli tuvan bo'lgan va undan boshqa katta maoshli odamlar bo'lsin, mayli mansabli odamlar bo'lsin, buningga o'z loyiqida xizmatiga o'rinlashtirdi. Bu odamlarniki ba'zi davlat moliyasidan, Xudoning milidan rizqi bo'lingan odamlar var, masalan, har oyda, yilda pul oladigan. Ba'zining bekitilgan, ba'zining bekitilmagan, aniq-siz holatda har bir insonni qaysi xizmatda bo'lsa, shu xizmat bo'yicha xizmatini davomlashtirish uchun bu odam yo'l yo'riq berdi yoki xizmatini ma'qulladi deydi. Bu ta Alloh taolo buningga bir boshqa bir ishlarni aniq bildirganga qadar yoki Allohning boshqa bir tanlash irodasi bo'lgan qadar har odamning o'z xizmatida o'z ishlarini xizmat qilishni davom etishni buyurdi degan bo'ladi bu hamda. Hamda kim o'zining salohiyati va texmi xizmatga bo'lgan bu odamning unumi yaxshi bo'lib, salohiyatlik darajasi texim oshgan bo'lsa, bu odamniki davlat tarafdan futuqlaydigan yoki qutuqlaydigan avvalmi bo'ladi. Lekin endi bu xalifa Alloh rizoligini ham ko'zlaydi. Allohning dinida hech kimdan qo'rqib qolmaydi. Hech kimning haqqidan bir haqdan qo'rqmaydi. Bundoq demoqchi bo'lgani bir odamga mana vizxati oyab yurmaydi deydi. Mayli do'st, mayli adash, mayli urug' tuqqanlar bo'lsin demoqchi. Chunki haq ishlarni madora qilib yashamoq bu musulmonlar qilingan bir madoradir. Yani bundoq demoqchi bo'lgani haqiqatda ko'ngil oyab yashagan odam musulmonlarga zulm qilib qo'ydi, ya'ni haqni yo'shirib qo'ydi degan ma'noni ifodalaydigan kalima bu. Hozirga qadar davomlashib kelayotgan ahvolotlarning hammasi Allohning hukmi asosida bo'lib kelyotdi deydi.
Allah şu düşendiğen ve Süleyman o düşendiğen Allah bu halifeyi düşendiğen yani Süleyman'a düşendiğen demekçi bu. Bu Süleyman Aleyhisselam demekçi Süleyman Aleyhisselam kuşların atlını bildirmiş mi? Şu kebi düşendiğen okşaş Allah Teala bunu bildirgen demekçi. Halifimiz bunda işlarda yukarı işlarda mesela bir kiçikkina bo'lsa buna da işçamallık kılmaydı yoki iştahlık kılmaydı. Allah'ın bergen nimetiga davamlı rahmet teşekkür bildirdi. O Allah Teala şükür kılgan kişiге mukafat berdi. Onundan başka Allah Teala ayetiz toluq saf rahatlık nimetlerini başka bendelerine bergen bolsa bu insanın turmuşunu yoki hayatını bu adam buzmaydı. Baxtsiz, ko'ngilsiz qilmaydi. Demakchi bo'lgani nayt ishkan demakchi-da bu sifatladi. Bu avvallar qarta hamda har xil tavillarda, har xil gumoniy qarashlarda, yak shubiylarda bo'lmaydi bu odam. Lekin ne'matga kufr qarashda bo'lgan yoki ne'matga tuzkorlik qilgan odamlar buning sirtida. Yani bundaq demakchi bo'lgani bu odamning qilmishlaridan har xil gumonda bo'lmaydi. Bu odam faqat bu ne'matga noshukr odamdir bu xilofat ne'matiga demakchi bo'lsa kerak bu yerda. Hatto o'zining nafsini har xil bundaq sabab bahona bilan mashg'ul qilib yurmaydi. Chunki xalifa Alloh bilan o'zinki kunlarining ishjamonlik bilan, ichtoliq bilan o'tab qilishidan davomli panoh tilaydi deb tasvirlagan. Xalifa hazratlari Allah maqomini yuqori ustun qilsin buyruq tushirib, bütün xotiblar bu odamning ismini xutbada zikr qilishini va o'z zamonasining sultonining ismini xutbalarda bayon qilishi haqida yorliq tushirdi dedi. Mush munbarlarda jaronliq bo'ldi-da, jutlarda shu mamlukilar davlatniki shu davlatga taalluq Sham, Misr, Sudan, Turkiyaniki ba'zi shaharlar deymiz, masalan, Anadolu tarafdagi Kahramonmaraşga o'xshash shu yerli mamlukilar qaraydi. Shu jutlarda xalifaning ismi, sultonning ismi atalsin deb buyruq tushirdi. Hatta sultan bilan xalifaning nomi pullarga qulish haqida buyruq tushirdi dedi. Yani bu mutlaq bu yorliq ijro qilingan. Shundaqla xalq bu ishkaylangan xalifa bilan sultonga kecha kunduz marhamat izlab Allohga iltijo tazarru qilish orqali duo bilan bularga bir zinat yoki bir ton yapqay degan bo'ldi. Vishah degan asli bir tonni ko'stidi, amma asli ma'nosi. Yani bularga bir nur, bir güzellik, bayoşatlik, saadetmenlik izdigay demakchi. Bu orqali dirham va dinarniki yuzi palildab yoki valildab bundan bir nurla texminayt ro'shan shaklda ko'ringay demakchi. Chunki pul qo'ygan vaqtida yangi pullar qo'yiladi. Shunga qarta hamda bu odam mazmunni bak qo'g'lab ketmay, menga xatni yozgan odam sözün balağat bunda ahanglarını bakrak qo'g'lashgan buningda. Qo'g'lashgan. Haqiqatan bu xalifimiz mushu hashamatlik bo'lgan, odamlar ko'p yig'ilgan bu qurultayda, bu so'rinda har qanday xatib nima deydiganligini, yiroq yaqindagi har qanday odamlar yoki xotiblar deydigan gaplarni hammanglarga anglatdi. Buniki qisqacha mazmuni tövendikçe Allah subhanahu ve taala nurgun buyruqlarga buyurdi, nurgun cheklimlarni o'ttirib qo'ydi. O Allah her vaqt kuzatkichidir. Bu Xudoning buyruq nahisiga aqlliq, donishmand odamlar davomliq o'zining ruhini berdi dedi. İçini berdi.
Xatiblar bu buyruq nahiylarga qarta xilma-xil vasiyat tashabbuslarni o'ttirib qo'ydi. Bu orqali nurg'un ortiqchiliklar, xislatlar mukammallashadi. Tekillardagi bu mashoyixlardan nurg'un sirlar, nurg'un durdonalar to'kiladi dedi. Bu nahiy munkarlar haqidagi masalalarni, da'vatlarni yoki tashabbus vasiyatlarni qissa hikoya aytadigan kishilar buni kechalarda bidor holatda boshqalarga so'zlab beradi. Buni laylay o'qiydigan odamlar buni o'zi qo'shoqlariga qaytib ketadi dedi. Ya'ni bu qasida, nasihatnoma qiladi demakda buni. Turli notiq gapchilar masalan shu nasihatlarni, amr nahiylarni so'zlab yuradi demakchi. Bu nasihatlarning sehri aydın kechalarda taxminati yiqimliq, huzurliq bo'ladi va tong sabosiga e'tikobda yoki tahajjudda o'ltirgan odamlarga bu mo'r bosadi. Bundaq degani bunda odamlarga bu nasihatlar, bu vasiyatlar o'zining ichiga ro'yiga singib ketadi degan bo'lishi mumkin. Bu nasihatlardan Makkaning boyavollari, soyillari bundan ibrat oladi yoki bu nasihatni qabul qiladi yoki bu nasihatdan bu Makka va Makkaning atrofidagi soylar xushpuroqqa purkinadi. Bu vasiyat nasihatlarning talqinlari bilan Makkaning atrofidagi uylar yashnaydi deydi. Har qanday bir dada o'zining aqlli yoki tushunigidek bo'lgan o'g'illariga bu darslarni, nasihatlarni o'rgatadi. Fazil avlodlar o'zining dadasidan bu nasihatlarning ma'nilarini tushunishni izlaydi, so'raydi demakchi. Ey xaloyiq, mana bu xalifa hazratlari sizlarga bu dalil isbotlarni turg'izib, sizlarni bu to'g'ri bir tarafga yuzlantiryotdi. Sizlarni go'zal nasihatlar bilan hikmatlik dono yo'llar orqali Allohning tarafiga sizlarni undayotdi. Undaqda sizlar Amirul Mu'minin xalifa hazratlariga bo'ysunishinglar vojibdir. Bugungi darsimiz mushayish bo'lgan. Sallallohu alayhi va Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.